Shu farishtadek insondan 5000 so'm so'rasam berarmikan? Akajon, Labbay, 5000 so'm berib tura olmaysizmi? Qornim juda ham och. siz qachongacha odamlardan pul so'rab yurmoqchisiz? Obbo, dono keldi, Donobek keldi. Siz o'zingizni ustingizda ishlang, o'sishga harakat qiling. Men qanday o'saman? Daraxtmanmi senga o'saman? Men sizga yordam beraman. Men sizni o'stiraman. O'stirib olmasang bo'ldi ish qilib. Qani yurchi, o'stirchi ko'raylikchi. Chapga. Chapga. Mana akajonim, siz shu setida tilanchilik qiling. Odamlar sizga 5000 emas, 10000 so'mdan beradi. Bu yerda hamma boylar oligarxlar yashaydi. O'shanda siz o'sasiz. To'g'ri. Davay ishni boshlaylik unda. Boshlang, aka. O'sish kerak. Siz nimaga qaytib keldingiz? O'smadingizmi? Yaxkeda o'stirib. Yaxki. Bu setingga kirish 20 ming ekan, chiqish 20 ming ekan. Yagona dachaga borib, o'zingizni band qiling deyapti. Nalogdan spravka so'rayapti. NPS so'rayapti. YTT oching deyapti. Men nalarda o'sgandan ko'ra, o'zim joyimda o'sib yurganim yaxshi. Siz noto'g'ri yo'ldasiz. O'sha qo'lang yo'ldaman. Tur yo'qol, o'stiroq.